Hozir bizda yana ikkita akamiz oldi. Samarqandga 6910 kilo bagachi bilan. Sanasi qaysi? 26gami? 26ga olibdi. Bu yoq Tojikistonga. Bu yoq sanasi qaysi Tojikistonga? Dushanbega, to'g'rimi? Bu yoq bagachi bilan qanchaga tushdi? 12 ming? Qanchaga tushdi aka? 12,5 mingga. Mana naushnik bilan to'g'ri aka. Bilan siz Sulif o'ynang. Sulif 3 marta o'ynaysiz. 3 martadan 2 marta kim o'tsa, shu ikkalasidan bittasini olasiz. Ikkalasidan bittasini. Xohlaganingizni. Ketdi. Dom ziki. Aha. Dom ziki. Akam bitta, ketdi. Dom ziki. Yana. Dom ziki. Akam ikkita bitdi. Endi nima bo'ldi? Akam oldi. Aka qaysi bilan olasiz? Namoyishlikmi? Aka bundan pul olmadik sizdan. Tekinga bu. Bizdan kelib beradigan uchun arzonaviyatdan. Aka, yaxshi kun ishlating. Lekin sizlar begonasizlar, to'g'rimi? Bu yoq akam Tojikiston ketyapti, bu yoq Samarqand. To'g'ri aka. To'g'ri aka. Xafa emasmisiz? Xafa bo'lmang aka. Mana aka, bu siz xafa bo'lmang, bilet olganingiz uchun. Necha yoshsiz? 19 yosh aka, xafa bo'lmang. Mana sizga ham bitta nima bo'ldi aka? Tekinga bo'ldi. Xafa bo'lib ketmanglar. Shuncha odam ko'ryapti. Mayli aka, xo'p.